好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第5单元。第5单元的题目是阿里木的新房子。Bugün bizning o'rganganimiz 5-chi qism. Ya'ni bu qismda nima ekan temisi olimning yangi uyi. Ha, unda bo'lsa yangi darsga kirishdan burun biz avval qilganimiz oldingi soatdagi, ya'ni 4-qismdagi nima barliq nishonlarimizni bir takror qilib o'taylik. Oldingi qitim bizniki o'rgangan nishonimiz nima edi? Birsiga mushu o'rin, yana birsiga mushu yemak-ichmakliklar shunaqa. Unda bo'lsa mushu o'rinni bir oldida qana takror qilib o'taylik. Unda bo'lsa başladik. Dong Dong nima? Sharq. Nan Janub. Shi G'arb. Bey Shimal. Dongbei Sharqi Shimal. Dongnan Sharqi Janub. Shibey G'arbi Shimal. Shinan G'arbi Janub. 好，这个呢是8 yo'linish. Endi mushu osti usti o'ng so'l deganimiz. Buningda men Uyg'urchasin demayman, qo'lim bilan mushu qo'ldagi harakatda chiqarsam, o'zinglar mushu tafakkur qilinglar. Unda bo'lsa başladik. Shang下左右里外前后中间两边中间deganimiz o'tiri, 两边deganimiz ikki cheti. Ha, unda bo'lsa ikkinchi nuqta qarshi tarafninki o'rnini so'rash. Nima, siz qayerda? Men maktabninki darvozasining oldida desak,你在哪儿？我在学校门口。İkincisi, palanchi ya qayerda desak, masalan mushu bekatning chiqish eg'izi qayerda? Kechiring, men bilmayman desak, 请问出站口在哪儿？对不起，我不知道。好，üçüncüsü, siz qaysi o'rinda, siz qayerda, siz qaysi joyda? Bu ikkinchi xil ifodalash usuli. Qanday deymiz? 你在哪个位置? Men maktab darvozasininki yinida. 我在学校大门旁边。好，andın sizlar nega borsizlar? 你们去哪儿? Biz pochta darsiga boramiz. 我们去邮局。好，üçüncü nuqta avval andın. Bu nimani so'zlaydi? Bir ishninki oldi keyni rad tartibini shunaqo. Oldida ma'ni qildim, andın ani qildim degan vaqtimizda 先什么什么然后什么什么deymiz. Nima unda bo'lsa, bu yerdagi misolda qandaqman? Avval tomoq yey, andin maktabga boraman deb desak, 我先吃饭，然后去学校。Nima ikkinchisi, men avval bankaga berib pul elib, andin siz avval bankaga berib pul elib, andin doktorxonaga berib kasal ko'ring desak, 你先去银行取钱，然后
再去医院看病。你先去银行取钱，然后再去医院看病。好，这是我们 oldiki bir mushu birinci nişanımızı. Şimdi 我们来看一下第二个目标大本营 ikinci nişanımız. İkinci nişanımızda mushu yemekliklerni, yemekliklerni öğrendik. Qo'rmalarni, asas yemekliklerni, ichimliklarni öğrengen. Unda bo'lsa mushu rasmda bor, endi buningki tarjimasini demadim. Mushu men bilan birga bir o'qib o'tsak. 皮带面，皮带面，馒头，馒头，花卷，花卷，面条，面条，米饭，米饭，饺子，饺子。抓饭，抓饭，丁丁炒面，丁丁炒面，汤饭，汤饭，拌面，拌面，拌面ni yana nimda desek bo'ldi? Mushu tirnoqning ichidagisi ya. 拉条子，拉条子，烤包子。烤包子，薄皮包子，薄皮包子。好 ，MD qo'rmalar， qo'rmalar。那我们来看一下鱼香肉丝，鱼香肉丝，大盘鸡，大盘鸡，西红柿炒鸡蛋，西红柿炒鸡蛋。宫保鸡丁，宫保鸡丁，酸辣土豆丝，酸辣土豆丝，麻婆豆腐，麻婆豆腐。好 ，MD 我学快餐，yani testamahlar。炸鸡腿，炸鸡腿，汉堡。汉堡，薯条，薯条，比萨，比萨。好，下面呢是饮品，yani içimlikler，茶，茶，咖啡，咖啡，可乐，可乐，果汁。果汁。好，uchinchisi tam. Tamlardan qancha xil? 5 xil tamni o'rgandik. Undan bo'lsa, suan, suan, chuchumal. Tian, tian, tatliq. Ku, ku, qirtoq. La, la, achchiq. Shen, shen, tuzluq. 好，那么以上呢是我们上一节课yani第4课所学过的内容，而且呢也是我们这个重点需要掌握的部分。Yuqorqisi bo'lsa bizningki 4-chi sonda o'rgangan muhim bo'lgan siz cho'qim egallab bo'lishga tegishli bo'lgan mazmunlar. Unda bo'lsa, o'xshash biz shu 5-darsga kirishdan burun avval oldin qitim biz o'rganib bo'lgan yangi so'zliklarni bir takror qilib o'taylik. 那么一样的啊，在我们呢讲这个第5课的新课之前，我们先把上一节课我们所学过的这些生词呢再过一遍，加深印象，好吗？那我们开始了。先生，先生，为，为，往，往，发，发，出租，出租，房屋，房屋，信息，信息，给，给，打，打，咨询，
咨询，房子，房子，是，是，听，听，平方米，平方米，家具，家具，家电，家电，做饭，做饭，洗澡，洗澡，宽带，宽带，小区，小区，环境，环境，租金，租金，多少，多少，钱，钱，元，元，包，包，暖气费，暖气费，物业费，物业费，方便，方便，地址，地址，楼，楼，那么专名，幸福路，幸福路，新源小区，新源小区。好，这是我们第5课所学的生词。那么在我们进入这个课文之前，我们呢先来看一下这篇课文的这个情景绘画。Yani tekstni tushuntirishdan burun mushu darsninki nemisida mushu dialogninki kichik filmini bir ko'rsak, unda bo'lsa diqqatimiz ekranda bo'lsin. 喂，您好，李先生吗？是我，您是哪位？我在网上看到您发的出租房屋的信息，给你打电话想咨询一下。房子2室1厅，60平方米，有家具家电，可以做饭、洗澡，有宽带，小区环境也不错。租金是多少钱？押1付3，一个月1200元，包暖气费和物业费。我们可以去看看吗？好的，什么时候来？今天下午4点，您方便吗？可以，地址是幸福路新源小区12号楼301号。谢谢您，到了给您打电话。好，刚才呢我们已经看完了这个小视频，那我们来看一下啊，我们来看一下这个故事场景是在哪里。阿里木和迪利亚尔在网上看到一个租房广告。Olim bilan mushu Diliyar to'rda bir nimani ko'rdi. 租房广告 uyni ijaraga beradigan mushtaq bir ilanni ko'rdi ya. Diliyar 给房东打电话。那么bu yerda olimninki do'sti Diliyar kimga mushu uy egasiga, fangdong deganimiz uy egasiga telefon qilibdi va shuning bilan bularning o'tirsidagi mushu gaplarga bir qarab baqsaq. Diliyar 说 喂，您好。那么 telefonda olgan vaqtimizda "喂" deymiz shunaqa. "Yaxshimisiz?" deb "Li 先生吗？ Li 先生吗？ Ma deganimiz bu savolning belgi. Unda bo'lsa mu deydiq-ku. Li efendimmi? Demak shu qarish tarafninki kim ekanligini so'rab o'tadi a. Nima Li 先生 nim deb javob beribdi? 是我. Ha, men. 您是哪位? Siz kim bo'lasiz? Mushu qarish tarafninki kim ekanligini so'rgan vaqtimizda "Ning shi navay" deb so'raydiq-ku. Buni o'rganib bo'lgan-a. Endi Diliyar nim deb javob beribdi. 我在网上看到您发的出租房屋的信息。我在网上。那么在deganimizda odat mushu odatda gap qilgan vaqtimizda mushu "zay" degan mushu so'zni unutib qoladiganlar sal ko'proq bu yerda bek diqqat qilsak, "Men to'rda" bu yerda davlab chiqdi shunaqa. "Men to'rda nimani ko'rdim? Ning fada siz fa yo'llash shunaqa. Ning fada 出租房屋，出租房屋这个我们已经知道了。出租是ijaraga berish, 房屋degan uy, 那就是 uyni ijaraga beradigan信息degan uchur. To'rda sizniki mushtaq uyingizni sirtqa ijaraga berma degan uchuringizni ko'rdim demakchi. 那么给您打电话想咨询一下。Sizga telefon qilishning deymiz 给谁谁谁打电话啊，给谁谁谁打电话。Sizga telefon qilib 咨询一下。
Zişün degan nima? Muştaq bir so'rab baqsam, surishtirib baqay degandim degan ma'noda chiqadi. Endi Li Xiansheng nim debdi. Uyninki ahvolini deb beribdi. Bu uy qandaq uy ekan? 房子两室一厅 debdi. 房子就是uy shunago. 两室一厅 那就是ikki hujra bir zal. İki hujra bir zal. Bu yerdagi bu ting deganimiz nimani bildirdi desak, ke tingni bildirdi. 两室一厅. Odatda bu uyninki har xil varianti bo'ldi-ku. Masalan, 三室一厅, 三室两厅 deymiz. Buni birdan turib nishonning ichida bir tushuntirib o'tamiz. Ondan qarasak, 60平方米60平方米deganimiz bu uyninki nimasi cho'ng kichikligi. 两室一厅 deganimiz qancha eg'iz uy ekanligini bildirdi. Nima 60平方米 cho'ng kichikligi 60 kvadrat. 有家具家电 家具 mushu uy saymanlari, tok saymanlari hammasi bor deydi. 可以做饭 tamoq atkili bo'ladi. 洗澡 ya'ni munchuq tushkilim bo'ldi ekan. 有宽带 有宽带 那就是说 to'g'ri chiqqili bo'ladi degan gap. 小区环境也不错. Nima mushu o'tiraqliq rayonninki muhitimi yomon emas debdi. Demak bu Li Xiansheng bu yerda mushu butun uyninki ahvolini dilyarg'i bir tafsili so'zlab o'tabdi. Unda host dilyar nim deb so'rabdi. 租金是多少钱? Qancha pul deb so'rashdi uyg'unib bo'lgandik nim deymiz 多少钱? Nima bu yerda nimaning bahosini so'rabdi? Ijara haqqini. Shu vaqtida ijara haqqini qanday deymiz? 租金 租金 ijara haqqi. Nima Li Xiansheng 说的是押一付三 一个月1200元 debdi. Nima bu ya一付三 deganimiz ya deganimiz mishaga go'ro'ga qo'ysiz degan gap. 或者说 mushiliqi odatda mushu bir o'tirliqda bir narsalar masalan yutib ketadigan yoki bo'lmasa jadenlar buzilib qoladigan ahvolning oldini olish uchun ko'pincha mushtaq bir qism pulni go'ro'ga qo'yib qo'ydi. Nima ya yi fusan deganimiz shu bir oylik ijarani qo'yib 3 oylik ijarani to'laydi. Masalan bu yerda 1个月1200元 deb turib bir oyda 1200 yuan. 1200 yuan bo'lgan bo'lsa shu vaqtida 3 oyda qancha bo'ldi? 3600 yuan. 3 oyninkini to'lab 1 oyninkini go'ro'ga qo'ydi ekan. Shu vaqtda 1200 qo'yni go'ro'ga qo'ydi, 3600 qo'yni berdi. Jami qancha pul to'laydi degan gap 4800 yuan to'laydi degan gap. 这就是押一付三 deganning ma'nosi. Nima bu yerda ba'zan yerlarda shu 押一付三 deydi, ya bo'lmasa 这个押一付半年付6 deb mandaq desimi bo'ladi. Ba'zi yerlarda 3 oy, ba'zi yerlarda 1 yilninkini baraqlam to'laydigan ahvollar bor. O'xshamaydi. Hammasini o'xshamaydigan holatda deymiz. Ha, undan keyingi nim debdi? 包暖气费和物业费 debdi. Shu para haqqi, ya'ni shu boshqarish haqqini qanday o'z ichiga oladi. Demak, shu 1200 qo'yib pulni to'lasangizlar, siz shu para haqqi, ya'ni shu yerdagi boshqarish haqqi bilan chatqingiz bo'lmasimi bo'ladi degan gap. Buni shu uy egasi o'zi to'laydi ekan. Endi ostida Dilyarnim debdi. 我可以去看看吗? 我可以去看看吗? Berib ko'rib baqsam bo'lamdi. Demak, shu uyninki ahvolini tafsili bir qarab baqsam demakchi. Nima Li Xiansheng 说的好的什么时候来 什么时候来 qachon kelasiz? 那么今天下午4点 您方便吗? 方便bu yerda nimani bildirdi? Qo'laylik. Nima bugun tushdan keyin soat 4 da borsam sizga qo'laylikmidi? Ya'ni bu nihoyatda adabli holda qarish tarafga bir vaqtni deb ya'ni shu qarish tarafninki vaqtininki ya bu bor yoki yo'q ekanligini bilmoqchi bo'lsak, o'zingiz bir vaqtni deb shunki ning fangbianmi, ning zhenbian deb so'rasak bo'ladi. Endi Li Xiansheng 他的回答是 javobi 可以，那就是bo'ladi. 地址是 o'rni 幸福路新源小区12号楼301号. 那么地址 deganimiz adresi shunaqa 幸福路 baxt yo'li qaysi yo'lda. Shu adresini degan vaqtimizda cho'qim cho'ngdan tortib kichikka qarab mangamiz. Avval cho'ng yana deysiz, andan kichikka qarab mangsiz. Avval yo'lni debdi 幸福路. Andan shu o'tiraqliq rayonni debdi 新源小区. Andan binosi 12 nomerlik bino
Kancıncı öy? 301. öy ekan. 12 号楼301。好，那么第2 en ahırda nimdepti? 谢谢您到了，给您打电话。Sizge rahmet. Şu yerge bağa vaqtimizda sizge telefon qilamiz. 到了意思就是说，mushu uyning aldığı kelgan vaqtimizda, 或者说mushu 幸福路, ya'ni mushu小区ning ishga kirgan vaqtimizda sizge telefon qilamiz degan gap. Unda bo'lsa, tekstni bir boshdan o'tkazib o'tdik. Tushundikmi saboqdoshlar? Endi biz mushu tekstni menga agishib bir o'qib o'tsak. Ha, unda bo'lsa, boshladik. 喂，您好，李先生吗？是我，您是哪位？我在网上看到您发的出租房屋的信息，给您打电话，想咨询一下。房子2室1厅，60平方米，有家具家电，可以做饭、洗澡，有宽带，小区环境也不错。租金是多少钱？押一付3，一个月1200元，包暖气费和物业费。我们可以去看看吗？好的，什么时候来？今天下午4点，您方便吗？可以，地址是幸福路新源小区12号楼301号。谢谢您，到了给您打电话。好，这是课文，没有问题了吧，同学们？那onda bo'lsa, bugungi nishonimizga bir qarab baqsaq, bugungi nishonda nimalarni o'rganamiz? 好，首先是birinchisi mushu 2室1厅押一付3 debdi. 那么2室1厅押一付3 deganimiz, 这个2室1厅是uyninki mushu qancha eg'iz uy bor, uyni masalan sizniki qancha hujra bor, yana qancha masalan zal bor, köting bormi, anandiki mushu cantingsi qandaq degandek mushuni ifodalagan vaqtimizda qandaq deymiz. 首先birga qarab baqsaq, 房子一般包括客厅、卧室、厨房、书房、餐厅、卫生间等房间。那么 odatda biz mushu bu yerda bizning misol olganimiz mushu bino uylar. Bino uyda biz odatda qanday yerlar bor desak, köting deganimiz mehmonxona, mehmonxona. 卧室 hujra. Andan 厨房 oshxona, ya'ni uyda tamoq yeydigan oshxona, sirtda tamoq yeydigan oshxona nima deymiz? Canting deymiz. Ha, andan 书房 deganimiz 就是bizniki odatda uyda turib kitob ko'radigan yoki bo'lmasa mundaq o'rganish qiladigan uyimizni 书房 deymiz. Uydagi kitobxonamiz. Canting oshxona. Bu ma'u cantingdagi oshxona bilan ma 厨房dagi oshxona o'xshamaydi va 厨房 deganimiz biz tamoq yeydigan, ya'ni bu yerda gaz o'choqlar va mana chiniqqa jo'shiydigan yerlar bor. 这是厨房. Canting deganimiz jo'zi bor, ya'ni biz tamoq yeydigan yer是 canting bo'ladi, ya'ni tamoqxona desak bo'ladi va. Andan 卫生间 deganimiz 就是uydagi mushu o'birni desak bo'ladi. Unda bo'lsa, hozir bu yerda qancha dedik? 客厅、卧室、厨房、书房、餐厅、卫生间. Odatda uy mushu 6 bo'lim bilan chiqadi. Yana ba'zi vaqtida mushu nimalarni qo'shib qo'yamiz deymiz. Bu shu koridor degan bo'lsak, u yana 走廊 deymiz. 走廊. Nima agarda masalan balkon degan bo'lsak, u yana nima deymiz? 阳台. 阳台 desak bo'ladi. 好, unda bo'lsa, 继续看. 室 一般是指卧室和书房等房间。那么不也得几室几厅 deymiz, 或2室1厅。那么不也得ki mushu 室 degan nimani ko'rsatadi desak, odatda hujra uyni, ya'ni birsiga 书房 deganimiz bayamqiyligi kitobxonamizni ko'rsatadi va. Ting 2室1厅 dedik ama ting degan nimani ko'rsatadi desak, 客厅 mehmonxonani, canting, yani biz mushu tamoq yeydigan yerni, zalni ko'rsatadi. 2室1厅 degan bu so'zninki ma'nosi qanday 指的是房子的规格, ya'ni bu uyninki qurilmasi qanday bo'ldi desak, 一个主卧，一个次卧, ya'ni bir asos bo'lgan hujra,
Yani birisi kichikroq hujra. Nima juvo, civo deganimiz cho'ngroq hujrani juvo deymiz. Civo deganimiz kichikroq hujra. Andan hayo 这个 qatarliqa yana mushu 一厅的doqu 两室一厅 bu yerdagi 一厅 nimani bildirsak bir tal 客厅 demak bu yerda ma餐厅 yana maxsus mushu jo'z qo'yib tamoq yeydigan yeri yo'q degan gap bu yer yo'q. Nima 就是客厅 bilan ikki hujra. Nima bu yerda 厨房 bilan ma卫生间 odatda biz o'z ichiga olmaymiz. Chunki uyning ichida bu oshxonasi, 厨房 bilan mushu 卫生间 cho'qim bor bo'ladi. Nima shuning uchun buni ma视听 ning ichiga olmaymiz. Buni tushundikmi? Nima hozir bu yerda bizni darsning ichida chiqqani 两室一厅 两室一厅 uningdan boshqa yana qanday bor? 一室一厅 一室一厅 bo'lsa ne 就是 kichikroq 小公寓bo'ladi, 就是bir hujra, andan keyin 一厅 bir tal 客厅 bo'ladi, bir hujra, bir 客厅. Nima bu yerda cho'qim yana oshxonasi bilan shu o'birnisi yana bor bo'ladi. Yoki bo'lmasa cho'ngroq bo'lgan bo'lsa, masalan 三室两厅 三室两厅 deganimiz 3 hujra, 2 zal. 那就是 bir 客厅 yana bir 餐厅. Yana ba'zida texim tafsili desak, mushu 卫生间的呢, mushu o'birnidan ikkisi bo'lib qolgan bo'lsa, mushu 三室两厅两卫 deb qo'shadi. Agarda ikkisi bo'lgan bo'lsa, ko'pincha 两卫 deb qo'shib qo'yamiz. Agarda bir bo'lgan bo'lsa, desakmi bo'ladi, demasakmi bo'laveradi. 好，这个呢是这个两室一厅 deganninki mushu ma'nosi. Endi 押一付三 deganga qarab baksak, 押一指的是押金为1个月的房租. 那么押一 deganimiz 就是sizning mishaga ko'rga qo'ydigan mushu pulingiz, qandaq bir oylik uyning ijarasi degan gap. 付三 deganimiz demak har bir qitimda 3 oyninki mushu uy ijarasini biroq topshirasiz degan gap. Nima bu yerda masalan qarang, 若房租是300元, agar uyninki mushu ijarasi 300 yuan bo'lgan bo'lsa, u vaqtida birinchi oyda sizning topshirilgan pulingiz qancha bo'ladi desak, 1200 yuan. 1200 yuan. Nimishqa desak, buning ichida 900 yuan nima bo'ladi? Sizning 3 oylik ijara haqqingiz. Ya'ni 300 yuan bo'lsa, sizningki mushu go'rga qo'ygan pulingiz bo'lib mangdi. Shuning uchun birinchi oyda sizning topshirgan pulingiz 1200 yuan bo'lib mangdi. Nima? Ikkinchi qitimliq ijarani qachon topshiramiz? Chunki siz bir do'da 3 oyninkin topshirib kelyapsiz, shu vaqtida 4-oyga kelgan vaqtida qancha? 900 yuan topshirasiz. 900 yuan, ya'ni keyingi 3 oyninki ijara haqqi bo'lib mangdi. Bu mushu 押一付三 deganninki ma'nosi. 好，unda bo'lsa, 这是这两个. Endi ostidagisiga qarab baksak, 地址的表述. 地址, ya'ni bir odam o'zininki mushu adresini demoqchi bo'lsa, mening adresim mandaq yerda desak, bayam mushu tekstni so'zlagan vaqtimizda men bir so'zlab o'tdim. Adresni so'zlagan vaqtimizda cho'qim cho'ngdan tortib kichik bo'lib menish kerak. Avval cho'ng o'rinni so'zlaysiz, ondan kichik o'rinni so'zlaysiz. Ha, masalan, avval davlat, ondan o'lka, ondan shahar, ondan rayon, ondan yo'l, ondan numur. Nima masalan, 中国新疆维吾尔自治区, ya'ni Urumchida bo'lsa, 乌鲁木齐市 shahar shunaqo, ondan rayon, 天山区, 天山 rayoni, 胜利路 100 号 100 numar. Nima? Agarda bu yerda pochtaga yo'llamoqchi bo'lgan bo'lsak, bu yerda yana bizningki mushu pochta nomerlarini yozib qo'yamiz. Ha, 这个呢是这个地址, qandaq cho'ngdan tortib kichik qarab mangsiz. Avval davlatingiz, ondan mushu o'lka, ondan shahar, ondan rayon, ondan shu yo'l, sizning uyingiz bor, shu adresni degan yo'l, eng oxirida shu uyninki numeri ya. 这个是我们地址的表述, ya'ni adresi. Ha, endi 3-nuqtaga qarab baksak, bu
bu yerda nimalarni o'rganib qo'yamiz tekstning ichida bu yerda mushu jaju jaden dedi-ku, mushu uy saymanlari hammasi to'liq dedi. Undaq bo'lsa, uy saymanlarini qandaq ataymiz? Bularning ismi nimadir? Unda bo'lsa, mushu 3-nishonimizga qarab baqsaq, avval o'rgandig'imiz jaden, ya'ni mushu oiladagi mushu to'q saymanlari. Birinchisi, 电饭煲 电饭煲 birinchisi 电饭煲ma'nosi to'q qozon. Ya'ni biz odatda mushu uyda guruch tomoqlarni qilgan vaqtimizda, ba'zi vaqtda sho'rpalarni qilgan vaqtimizda mushu to'q qozonni ishlatamiz-ku. To'q qozonni 电饭煲 电饭煲deymiz. Hop, ikkinchisi 电视机 电视机 电视机deganimiz televizor. 电视机 televizor. 好，电冰箱 电冰箱 통latqu. 电冰箱 통latqu. 微波炉 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 ma'nosi mikrodolqonli ocak. 微波炉. 好，下面一个洗衣机 洗衣机 kralgu kralgu 空调 空调 hava tanşıgöş 燃气灶 燃气灶 燃气灶deganimiz ma astidagi ma o gaz ocaq gaz ocaq 油烟机 油烟机 油烟机deganimiz ustidagi mushu rasmning ustidagi nima ilaqi busni tartqush bus tartqush 油烟机 好 eng oxirgisi 热水器 热水器 bu nima desak bu suv isitqush. Hop, nima suv odatda mushu uydan issiq suv chiqqan vaqtimizda o shu yoqda 就是热水器. Nima bu yerdagi bu rasmda bizga bergani shu 燃气热水器 ikki xil bo'ldi bu 热水器. 燃气热水器 shu gazda isitadigan 热水器. Nima yana birisi 电热水器 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 是什么? To'xta mangadigan mushu suv isitqush. Unda xususan yana bir qatim kelsak 电饭煲 电饭煲 电视机 电视机 电冰箱 电冰箱 微波炉 微波炉 洗衣机 洗衣机 空调 空调 燃气灶 燃气灶 油烟机 油烟机 热水器 热水器 好 endi mushu ostidagi jajularga qarab baqaylik. Jajularga. Hop, birinchisi 床 nima? Karvatda 床 karvat. 书柜 书柜 书柜deganimiz kitob shkabi. Shkabni qo'y deymiz. 书柜就是 kitob shkabi. 餐桌 餐椅 bayam 餐厅 dedik-ku uydagi mushu 餐厅 deganimiz sirtkisi emas, uydagi mushundaq biz tamoq yeydigan yer. Nima bu yerga mushu tamoq yeydigan jo'zi bilan o'rindiqni qo'yishimiz kerak. Tamoq yeydigan shu jo'zini 餐桌 deymiz. 餐桌 nima shu 餐桌ninki yinidagi mushu biz o'tirib tamoq yeydigan mushu o'rindiqlarni 餐椅 deymiz. 餐椅 好 andin eng oxirgisi 沙发 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 degan kreslo kreslo 好这个呢是我们的家具然后再往下衣柜 衣柜 衣柜degani bo'ldi. Qo'y degan mana shkaf dedik. Yi degan kiyimni. Yi qo'y bo'lsa kiyim shkabi. Eng oxirgisi 橱柜. 橱柜. Bu nima? Oshxona shkaflari. Oshxona shkaflari ya. Shu vaqtida shkaf deganni qo'y deymiz. Kiyim sog'gan shkaf bo'lsa yi qo'y.
Nama mushu qachquchi chinipini bir nimalarni sağan ishkap bo'lgan bo'lsa chuguy. Andan mushu kitoblarni sağan ishkap bo'lgan bo'lsa shuguy bo'ladi. Ha, unda bo'lsa mushu jajuylarni yana bir qatim o'qib olsak, 床 书柜 餐桌 餐椅 沙发 衣柜 橱柜。好，那亲爱的同学们，今天我们的课呢就先上到这里. Onda xo'sa suyimli savatdaşlar, bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin. Bugungi mushu o'rganib bo'lgan mazmunlarni mushu qayta takror qilib, ching saqlab olishimizni nada qo'limizda, ching saqlashimizni umid qilaman. Onda xo'sa kelar sonda ko'rishaylik. Xayr